Nima yetishmayapti demoqchimisan? Ha. Hozir o'zimda bor narsalarga shukr qilish hissi yetishmayapti desam to'g'ri bo'ladi. Go'yoki doim bizga nimadir yetishmayotgandek tuyuladi. Aslini olib qaraganda hamma narsa yetarli. Atrofga qarasangiz odamlarning sog'ligi yo'q, muammolar bilan yuribdi. Menimcha shukr qilish hissi yetishmayapti. Meni orzuyim yo'q. Dunyo tomonlama olib qaraydigan bo'lsak, men umuman orzuyim yo'q. Yoshligimda Olimpiada chempioni bo'lish orzuyim bo'lgan. Lekin bir murabbiyimni o'rgatganlari esimda qolgan. Bizni bu dunyodagi maqsadimiz yaratgan roziligiga erishish bo'lishi kerak. Aynan shu uchun harakat qilishimiz kerak. Bu dunyodagi har bir amalim, har bir harakatim shunga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Tushunishimiz kerak, hammasi vaqtinchalik. Vaqtinchalikligini bilganimda esa yengil tortaman. Men bunga erishim kerak degan paytim bitta narsani tushunib yetaman. Biz hammamiz bugun yoki ertaga bu dunyoni tark etamiz. Shu paytda orzu, maqsad, bunga erishim kerak degan narsalar qizig'i qolmaydi. To'g'risi ayrimlarga tushunmayman. Ular borini berishadi. Mashhur bo'lishim kerak, boy bo'lishim kerak, taniqli sportchi bo'lishim kerak deydi. Oldinlari yutqizganimda juda xafa bo'lardim. Va albatta yutganimda o'zimda yo'q xursand ham bo'lardim. Bugunga kelib hamma narsani tushunib yetganman. Biz bilan nimaiki bo'layotgan bo'lsa, hammasi yozib qo'yilgan. Bugunga kelib hamma narsani tushunib yetganman. Biz bilan nimaiki bo'layotgan bo'lsa, hammasi yozib qo'yilgan. Bularning hammasi vaqtinchalik bo'lsa, nimaga xursand bo'lishim kerak?